o'zini paytida ham ideal uy bo'lgan. Hozirgi kunda ham lyuboy zamonaviy uy bilan bemalol solishtirsa bo'ladigan proyekt. Bugungi yangi obyektimizni 5,5 sotixga tushgan idealniy proyekt, joylashgan joyi ham idealniy bo'lgan xonadonni ko'rsatamiz. Mana bu arkalari, yashil zonalari, landshaftlarni xullas vashi chiroyli qilib qo'yibdilar, lekin akama yozda o'tiradigan joy, tepada yashil zonalari qilib qo'yilgan, xullas живой уголок bo'lib turibdi-da. Endi landshaft ko'p narsa hal qiladi. To'ppa-to'g'ri. Kiruvdan boshlaymiz unda. Bu darvoza. Aha. 3 ta mashina sig'adi. 2-3 ta mashina ham bunaqasiga ham qo'yib yuborsa bo'ladi-da, xullas. Xo'p. Qo'limizda Yozgi oshxona. Yozgi oshxonamiz ham вообще katta ekan. O'choq qozon, barbekyu, gaz plita, moyka, mashina yozda o'tiradigan joy qilib qo'yilgan, to'g'rimi? Undan tashqari mana bunaqa bizani живой, zelen bilan tepasi to'silgan o'tiradigan joylarimiz bor. Bu stol, mana bu ham stol qilingan ekan-da. Juda chiroyli. 5,5 sotix. Nima deyim, podvolida ham baseyni bor. podvol, basen bor, zimniy bor, letniy bor. Qo'limizning orqasida ham o'zini basen qismi bor. Zdaniyamiz nechi podvol 1-2? Tak, polностью 390 kvadrat. 390, har biri 130 dan bor. Shunda общий 390 kvadrat. Ichlari minimalizmda remont qilib, mebel texnikalarigacha qo'yib qo'yilgan, to'g'rimi? Xo'p. Joylashgan joyi. Tak, Mirzo Ulug'bek tumani, Dagestanskiy mahallada. To'rtariq ko'chasida joylashgan ekan. Bitta proyektga 1dan 10 gacha baho qo'yib qo'yishsinda, san narxini ayt. Narxi 595 ming startovoy. Albatta kelishdan joy bor. O'tib beriladi, to'g'rimi? 595 ming so'ralyapti. Keling, solishtirib ko'ring. O'zi sotigini 100 ming deyishyapti bu mahallada, to'g'rimi? Nikitinani shundoq yoni Dagestanskiy to'rtariq shunda boshlanishida, xullas Dagestanskiy ko'chani. Bo'l, egalarining nomerini yozib qo'yamiz, unda murojaat qilishadi.